23 avgustdan keyin ko'pchilik odamlar uchun eng katta muammo bitta bo'ladi. Mening to'lovlarim, hujjatlarim, nafaqam, kreditim, subsidiyam yoki davlat xizmatlaridagi arizamga ta'sir qiladimi? Bugun men aynan shu savolga juda aniq javob beraman. Bu ma'lumot hamma uchun muhim. Chunki o'zgarishlar faqat bitta guruhga emas, oddiy fuqarolar, pensionerlar, tadbirkorlar, ijara beruvchilar, kredit olganlar, subsidiya kutayotganlar va kommunal to'lov qilayotgan oilalarga ham tegishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men sizga kim xavotir olish kerak, kim tinch bo'lishi mumkin, qaysi hujjatlarni hozirdan tayyorlab qo'yish kerak, qaysi xatolar odamni ortiqcha jarima, rad javobi yoki to'lov kechikishiga olib kelishini tushuntirib beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar ko'pincha kech eshitiladi. Keyin odamlar nega oldim bilmadim deb qoladi. Avvalgi tartibda ko'p narsa odamning o'zi borib aytishi, ariza topshirishi, qog'oz olib kelishi, ma'lumotnoma yig'ishi orqali hal bo'lardi. Masalan, kimdir nafaqa olish uchun mahallaga borardi, kimdir subsidiya uchun hujjat topshirardi, kimdir kommunal qarzdorligini keyinroq to'lab qo'yardi, kimdir kadastrdagi yoki pasportdagi xatoni yillar davomida tuzatmay yurardi. Chunki tizimlar bir-biri bilan hozirgidek tez bog'lanmagan edi. Bir joydagi qarzdorlik boshqa joyda darrov ko'rinmasdi. Bir hujjatdagi xato ikkinchi xizmatga darhol ta'sir qilmasdi. Endi vaziyat o'zgaryapti. Asosiy o'zgarish shundaki, ko'plab xizmatlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Ya'ni siz ariza topshirganingizda mutaxassis faqat siz olib kelgan qog'ozga qarab qaror qilmaydi. Sizning pasport ma'lumotingiz, doimiy yashash manzilingiz, kadastr hujjatingiz, soliq qarzingiz, kommunal to'lovingiz, bankdagi ayrim moliyaviy majburiyatlaringiz, oilaviy tarkibingiz, ish joyingiz yoki daromad manbalaringiz bazalarda solishtirilishi mumkin. Shu sababli 23 avgustdan keyingi eng katta talab ma'lumotlar toza, hujjatlar mos, qarzdorliklar nazoratda bo'lishi kerak. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, tayyor bo'lgan odam yutadi. Hujjatlari joyida bo'lgan, to'lovlarni vaqtida qilgan, arizasini to'g'ri bergan odam uchun yangi tartib qulaylik ham beradi. Chunki kamroq qog'oz, kamroq navbat, tezroq javob bo'lishi mumkin. Lekin hujjati chala, qarzi bor, manzili boshqa, kadastr rasmiylashtirilmagan yoki oilaviy holati bazada noto'g'ri ko'rsatilgan odamlar uchun muammo chiqishi ehtimoli oshadi. Birinchi navbatda o'zgarishlar hammani bir xil urmaydi. Eng ko'p ta'sir qiladigan guruhlar bor. Men ularni alohida tushuntiraman. Birinchi guruh davlatdan nafaqa, yordam puli, moddiy ko'mak yoki subsidiya olayotganlar. Masalan, oilaviy nafaqa, bola puli, kam ta'minlangan oila yordami, uy-joy subsidiyasi, ijara kompensatsiyasi yoki boshqa ijtimoiy yordamlar. Bunday to'lovlarda asosiy mezonlar daromad, oila tarkibi, ro'yxatda turgan manzil, mulk bor yo'qligi, avtomobil, yer, doimiy ish joyi va boshqa ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Avval ayrim hollarda odam mening daromadim yo'q deb aytib, qog'oz topshirgan bo'lsa, endi tizimda nomiga rasmiy ish haqi tushayotgan bo'lsa yoki nomida uy, mashina, tadbirkorlik, ijara daromadi chiqsa, arizaga rad javobi kelishi mumkin. Oddiy misol, bir oilada rasmiy ishlamaydi. Ayol bola puli uchun ariza beradi. Lekin erning nomida yakka tartibdagi tadbirkorlik ochiq turibdi. Faoliyat yuritmayotgan bo'lsa ham yopilmagan. Yoki nomida eski avtomobil bor. Yoki boshqa viloyatda kichik yer uchastkasi kadastrda chiqib turibdi. Shunda oila biz daromad olmayapmiz desa ham tizim boshqacha signal berishi mumkin. Natijada ariza ko'rib chiqilishi cho'ziladi yoki rad etiladi. Men bunday vaziyatda odamga birinchi navbatda o'z nomidagi faol va nofaol majburiyatlarni tekshirishni maslahat beraman. Ikkinchi guruh kredit, mikroqarz yoki bo'lib to'lash majburiyati bor fuqarolar. Bugun odamlar telefon, maishiy texnika, avtomobil ehtiyot qismi, hatto kundalik xaridlarni ham bo'lib to'lashga olayapti. Masalan, kimdir 6 million so'mlik telefonni enga oyga olgan. Oyiga 60 ming so'm to'lash kerak. Yana kredit kartasi bor. Yana bankdan 15 million so'm mikroqarz olgan. Avval bu majburiyatlar odamning xotirasida alohida turgan bo'lsa, endi moliyaviy intizom ko'proq ahamiyat kasb etadi. Kechikish bo'lsa kredit tarixi yomonlashadi. Kredit tarixi yomonlashsa, keyin ipoteka, avtokredit yoki tadbirkorlik krediti olish qiyinlashadi. Masalan, siz 300 ming so'mlik to'lovni 20 kun kechiktirdingiz. Miqdor kichik tuyuladi. Lekin tizim uchun mijoz majburiyatni vaqtida bajarmadi degan belgi paydo bo'ladi. Keyin siz 100 million so'mlik kreditga murojaat qilganingizda bank bu kechikishni ko'radi va foizni oshirishi.
garov talab qilishi yoki umuman rad etishi mumkin. Demak, 23 avgustdan keyingi davrda odamlar kichkina qarz hech narsa qilmaydi degan fikrdan chiqish kerak. 3-guruh kommunal to'lovlarda qarzdorligi borlar. Elektr, gaz, suv, isklik chiqindi boshqaruv kompaniyasi to'lovlari bo'yicha qarzdorlik ko'pchilik oilalarda uchraydi. Ba'zan 5 ming so'm, ba'zan 500 ming so'm, ba'zan bir necha million so'm. Muammo shundaki odam qarzni o'z vaqtida tekshirmaydi. Hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Eski qarz yangi egaga o'tib qolgan bo'lishi mumkin. Yoki to'lov ilovada ketgan, lekin tizimga tushmagan bo'lishi mumkin. Yangi tartiblar kuchaygan sari bunday qarzdorliklar boshqa davlat xizmatlarida ham muammo tug'dirishi ehtimoli oshadi. Masalan, siz uy-joy bo'yicha biror xizmatga murojaat qildingiz. Kadastr yoki oldi-sotdi jarayoni bor. Shu paytda kommunal qarzdorlik chiqib qolsa, ish to'xtab qolishi yoki qo'shimcha tekshiruv talab qilinishi mumkin. Yoki gaz hisoblagichingizdagi ko'rsatkich bilan tizimdagi ko'rsatkich mos kelmaydi. Siz men hammasini to'laganman deysiz, lekin chek yo'q. Ilovadagi tarif o'chib ketgan. Hisob kitobni isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun men har doim aytaman, kommunal to'lovda eng muhim narsa faqat to'lash emas, to'laganingizni isbotlay olish. 4-guruh kadastri to'liq bo'lmagan uy egalari. Bu juda katta masala. Ko'p odamlar uy qurib olgan, lekin hujjatni oxirigacha rasmiylashtirmagan. Kimdir hovliga qo'shimcha xona qurgan, kimdir tomorganing bir qismini kengaytirgan, kimdir eski uy egasidan tilxat bilan olgan, lekin kadastrni nomiga o'tkazmagan. Bunday holat odatda tinch paytda bilinmaydi. Lekin bank krediti, meros, oldi-sotdi, subsidiya, kommunal ulanish, sud yoki davlat tekshiruvi bo'lganda muammo yuzaga chiqadi. Misol uchun, ota-onadan qolgan uyda 3 aka-uka yashaydi. Kadastrali otaning nomida. Ota vafot etganiga 5 yil bo'lgan, meros ochilmagan. Uydagi bir farzand subsidiya olish uchun ariza beradi. Tizimda yashash joyi bor, lekin mulk huquqi aniq emas. Meros tartibi hal qilinmagan. Shunda ariza cho'ziladi yoki uy sotmoqchi bo'lishadi. Lekin notariusda hamma merosxo'rlar roziligi kerak bo'ladi. Demak, bugun kadastr masalasini keyinga qoldirish ertaga katta xarajatga aylanishi mumkin. 5-guruh tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Kimdir kichik do'kon yuritadi, kimdir uyda tikuvchilik qiladi, kimdir taksida ishlaydi, kimdir onlayn savdo qiladi. Tadbirkor uchun eng muhim narsa tushum, soliq, shartnoma, ijara va hujjatlarning mosligi. Avval kichik savdoda og'zaki kelishib ishlaymiz degan holatlar ko'p bo'lgan. Endi elektron to'lovlar, onlayn nazorat, bank aylanmalari, soliq hisobotlari bir-biriga yaqinlashgani uchun tadbirkor daromadini ham, xarajatni ham tartibli yuritish kerak. Masalan, internet orqali kiyim sotadigan ayol oyiga 20 million so'm tushum qiladi. U pulni kartadan kartaga oladi, lekin faoliyatini rasmiylashtirmagan. Bir qaraganda bu kichik biznes. Lekin muntazam tushum bo'lsa, savollar paydo bo'lishi mumkin. Agar u o'zini o'zi band qilsa yoki mos soliq rejimini tanlasa, keyingi muammolardan qochadi. Aks holda keyin birdaniga tushuntirish berish, soliq hisoblash, jarima bilan to'qnashish ehtimoli paydo bo'ladi. Xavotir olishi kerak bo'lganlar birinchi navbatda hujjatlarida nomuvofiqlik bor odamlar. Pasportdagi manzil boshqa, amalda yashayotgan joy boshqa. Nikoh rasmiy, lekin oilaviy tarkib bazada eski. Ajrim bo'lgan, lekin ba'zi hujjatlarda hali turmush o'rtog'i ko'rinadi. Bola boshqa joyda o'qiydi, lekin ro'yxatda boshqa manzilda. Bu mayda ko'ringan narsalar ariza ko'rib chiqishda katta rol o'ynaydi. Ikkinchi xavfli holat, qarz bor, lekin odam bilmaydi. Ba'zan qarz katta emas, lekin tizimda turadi. Masalan, chiqindi uchun 40 ming so'm, elektr uchun 20 ming so'm, soliq bo'yicha 45 ming so'm penga, bank bo'yicha 2 kunlik kechikish. Odam bularni e'tiborsiz qoldiradi. Lekin bir nechta kichik qarz yig'ilib umumiy ishonchlilikka ta'sir qilishi mumkin. 3-xavfli holat, nomingizda faoliyat bor, lekin siz undan foydalanmayapsiz. Eski firma, eski tadbirkorlik guvohnomasi, ishlamayotgan bank hisob raqami, yopilmagan ijara shartnomasi, nomingizda qolgan avtomobil, sotilgan va rasmiy o'tkazilmagan mulk. Bularning hammasi ertaga sizga nega bu sizning nomingizda turibdi degan savolni olib keladi. Tinch bo'lish mumkin bo'lganlar kimlar? Hujjatlar mos bo'lganlar, qarzlarni tekshirganlar, arizalarni to'g'ri topshirganlar, daromadini yashirmaydiganlar, kadastr va ro'yxat masalalarini tartibga keltirganlar. Agar sizning pasportingiz, manzilingiz, oilaviy holatingiz, mulkingiz va to'lovlaringiz bir-biriga mos bo'lsa, o'zgarishingiz uchun ko'proq tartib va qulaylik beradi. Men buni alohida ta'kidlayman.
Yangi tartibning maqsadi faqat jazolash emas, balki xizmatlarni aniqroq va adolatliroq qilish. Lekin tizim adolatli ishlashi uchun odamning o'zi ham ma'lumotlarni tartibga solishi kerak. Eng katta tuzoq menga aloqasi yo'q deb o'ylash. Ko'p odamlar men nafaqa olmayman, kreditim yo'q, biznesim yo'q, demak menga tegmaydi deydi. Lekin ertaga siz farzandingiz uchun bog'cha, maktab, oliygoh, subsidiya, ipoteka, pasport, kadastr, meros, tibbiy xizmat yoki sud masalasida murojaat qilishingiz mumkin. Shunda eski xato chiqadi. Demak, bugun sizga kerak bo'lmagan hujjat ertaga eng zarur hujjatga aylanishi mumkin. Ikkinchi tuzoq cheklarni saqlamaslik. Hozir hamma mobil ilovadan to'laydi. Bu yaxshi. Lekin telefon almashtiriladi, ilova yangilanadi, karta yopiladi, bank tarixi cheklangan muddatga ko'rinadi. Shuning uchun muhim to'lovlarning skrinshotini saqlab qo'yish kerak. Ayniqsa kommunal, soliq, kredit, jarima, davlat boji, notarial to'lovlar. Men odamlarga alohida papka ochishni maslahat beraman. Telefoningizda to'lov cheklari degan papka bo'lsin, ichida oyma-oy saqlang. Bundan tashqari imkon bo'lsa, muhim cheklarni elektron pochta yoki bulutli xotiraga ham yuboring. Uchinchi nozik shart, birovning nomiga ish qilish. Masalan, do'kon akangiz nomida, mashina otangiz nomida, telefon raqami opangiz nomida, bank kartasi turmush o'rtog'ingiz nomida. Bu hayotda ko'p uchraydi. Lekin nizoli holatda kimning nomida bo'lsa, mas'uliyat ham o'sha odamga tushadi. Siz mashinani sotdim deb o'ylaysiz, lekin rasmiy o'tkazilmagan bo'lsa, jarima ham, soliq ham, javobgarlik ham sizning nomingizga kelishi mumkin. Siz birovga kartangizni berib qo'ydingiz, u savdo qildi. Tushum sizning kartangizga tushdi. Keyin savol sizga keladi. Shu sababli nom masalasiga juda ehtiyot bo'lish kerak. 4-nozik jihat, yashash manzili. Ko'pchilik odamlar bir joyda ro'yxatda, boshqa joyda yashaydi. O'qish, ish, ijara, oilaviy sabablar bilan bu tabiiy holat. Lekin davlat xizmatida manzil asosiy mezon bo'lsa, siz qiyinchilikka duch kelishingiz mumkin. Masalan, bola qaysi maktabga biriktiriladi, qaysi poliklinikaga qaraydi, qaysi mahallada ijtimoiy yordam ko'rib chiqiladi, qaysi hududda subsidiya arizasi tekshiriladi. Agar manzil eski bo'lsa, xabarnoma boshqa joyga ketadi, tekshiruv boshqa joyda o'tadi. Siz esa muddatni o'tkazib yuborasiz. 5-nozik jihat, rad javobini oxirgi nuqta deb qabul qilish. Agar sizga biror ariza bo'yicha rad javobi kelsa, darrov tushkunlikka tushmang. Rad javobida sabab bo'lishi kerak. Sababni o'qing. Ma'lumot mos kelmadi, qarzdorlik mavjud, daromad mezondan yuqori, hujjat yetarli emas, manzil tasdiqlanmadi kabi izohlar bo'lishi mumkin. Siz aynan shu sababni bartaraf etsangiz, qayta murojaat qilish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin ko'pchilik odamlar rad javobini o'qimaydi. Kimdandir eshitgan gap bilan yuradi. Natijada vaqt yo'qotadi. Birinchi qadam. Shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilish muddati, familiya ismidagi harflar, tug'ilgan sana, JSHSHIR raqami, doimiy yashash manzili to'g'ri ekanini ko'ring. Agar nikoh, ajrim, farzand tug'ilishi, familiya o'zgarishi bo'lgan bo'lsa, barcha hujjatlarda bir xil aks etganini tekshiring. Muammo bo'lsa, tuman migratsiya bo'limi, FHDYO yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Ikkinchi qadam, kommunal qarzdorlikni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi va uy-joy xizmatlari bo'yicha alohida ko'ring. Faqat bitta ilovaga ishonib qolmang. Imkon bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning rasmiy kanali, shaxsiy kabineti yoki abonent bo'limi orqali ham tekshiring. Agar qarz noto'g'ri chiqsa, to'lov cheklari, hisoblagich surati, abonent raqami bilan yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanmang. 3-qadam. Kredit va qarzlaringizni tartibga soling. Qaysi bankdan qancha qarzingiz bor, oyga qancha to'laysiz, to'lov sanasi qaysi kun, penga bormi, kechikish bormi, hammasini jadvalga yozing. Masalan, 5 sana telefon bo'lib to'lovi, 10 sana mikro qarz, 2000 sana ipoteka, 25 sana kommunal to'lov. Pul tushadigan kuningiz bilan to'lov, kuningiz mos kelmasa, bankdan muddatni o'zgartirish imkoniyatini so'rang. Kechikishni yashirmang, bank bilan oldindan gaplashing. Ko'p hollarda bank oldindan murojaat qilgan mijozga yechim taklif qiladi. 4-qadam, nomingizdagi mulk va faoliyatni tekshiring. Kadastr hujjatlari, avtomobil, tadbirkorlik, firma, ijara shartnomasi, bank hisoblari. Agar sotilgan mashina hali sizning nomingizda bo'lsa, darhol rasmiy o'tkazishni talab qiling. Agar ishlamayotgan tadbirkorlik bo'lsa, uni yopish yoki faol holatini aniqlashtirish bo'yicha soliq organiga murojaat qiling. Agar uy meros bo'yicha hal qilinmagan bo'lsa, notariusga boring. Merosxo'rlar ro'yxatini aniqlang, kechiktirmang. 5-qadam,
ijtimoiy yordam yoki subsidiya olmoqchi bo'lsangiz, hujjatlarni oldindan tayyorlang. Oila tarkibi, daromad. Yashash manzili, mulk holati, bank rekvizitlari, farzandlar hujjati, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik yoki tibbiy ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Ariza berishdan oldin mahalla. Davlat xizmatlari markazi yoki tegishli rasmiy portal orqali talablar ro'yxatini aniqlang. Hujjatni taxmin bilan emas, ro'yxat asosida tayyorlang. Agar arizada biror joyini tushunmasangiz, bo'sh qoldirmang va noto'g'ri yozmang. Mas'ul xodimdan tushuntirish so'rang. 6-qadam, barcha murojaatlarni yozma qiling. Bu juda muhim. Agar siz kommunal qarz bo'yicha e'tiroz bildirsangiz, ariza raqamini oling. Agar davlat xizmatidan rad javobi kelsa, rasmiy javob nusxasini saqlang. Agar bank bilan qayta tuzish bo'yicha gaplashsangiz, iloji boricha yozishma yoki rasmiy ariza qoldiring. Chunki ertaga nizoli holatda menga aytishgan degan gap isbot bo'lmaydi. Ariza raqami, sana, mas'ul tashkilot nomi va javob matni isbot bo'ladi. 7-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Har qanday katta o'zgarish paytida men hal qilib beraman, navbatsiz qilib beraman, qarzingizni o'chirib beraman, subsidiyani chiqarib beraman degan odamlar ko'payadi. Hech qachon pasportingiz rasmi, plastik karta raqamingiz, SMS kod, bank ilovasi, paroli, elektron imzo kalitini begona odamga bermang. Rasmiy xizmat faqat rasmiy to'lovni talab qiladi. Cho'ntakka pul so'ramaydi. Agar kimdir kafolat berib pul so'rasa, bu juda katta xavf belgisi. 8-qadam, oilangiz bilan moliyaviy va hujjat masalasini muhokama qiling. Ko'p muammolar shundan chiqadi. Uyda ham alohida ish qiladi. Lekin hech kim umumiy vaziyatni bilmaydi. Otaning nomida kredit, onaning nomida kommunal, farzandning nomida karta, akasining nomida mashina. Keyin bir muammo chiqsa, kim nima qilganini topib bo'lmaydi. Oyiga kamida bir marta oilaviy tekshiruv qiling. Qarzlar, to'lovlar, hujjatlar, arizalar. Bu oddiy odat sizni katta tashvishdan saqlaydi. 23 avgustdan keyingi o'zgarishlarga tayyor bo'lishning eng to'g'ri yo'li vahima qilish emas. Olib berilmagan tartibga kirishdir. Hujjatlaringizni tekshiring, qarzdorliklaringizni aniqlang, cheklarni saqlang, nomingizdagi mulk va faoliyatni ko'rib chiqing, arizalarni rasmiy va to'g'ri topshiring. Kimda hammasi joyida bo'lsa, u yutadi. Kim keyin qilaman deb yursa, eng kerakli paytda navbat, rad javobi, ortiqcha to'lov yoki jarimaga duch kelishi mumkin. Sizda hozir eng katta xavotir qaysi masala bo'yicha? Nafaqa, subsidiya, kredit, kommunal qarz, kadastr yoki soliqmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan muammolarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot bir oilani keraksiz xarajat va asabzorlikdan saqlab qolishi mumkin.